Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar, jigarlar, yaxshimisizlar? Ancha tanaffusdan keyin biz yana hafta 3 kredit bilan birgalikda sizlar uchun yaxshi ma'lumotlarni berishni boshlaymiz. Bugun ko'rib turganlaringizdek hafta kredit 3 ga Abbos aka o'nlariga kelganmiz. Abbos aka telefon qilib chaqirdilar, zo'r yangilik bordilar. Endi bu yangilikni sizlar bilan birgalikda ko'rib chiqamiz. Hali o'zimning ham xabarim yo'q lekin. Ketdi. Abbos aka charchamayapsizmi ishlar bilan? Assalomu alaykum. Rahmat. Yangilik bor deb chaqirdingiz. O'zi o'rtaga bilan sargina to'xtab qoldi ishlar bilan. Yangilik bo'lganga yarasha zo'r yangilik qilaylik aka. Yangilik bo'lsa yangilik. O'zim sizni chaqirib oldim qo'ymasdan. Yangilikni zo'ri, eng skidka narxi shu xalqimiz o'ylagan, xalqimizdan kelib tushgan savol-javoblarga qarab, Cobalt, hamma dardi Cobalt o'sha, hamma xohlagan MCM. Yangichasi. Eng foli aka, eng foli o'sha 165 million 200 aka. Faqat aka avtokredit 3 dan xarid qilishlari uchun birlamchimi, naqdmi aka 1 kun yopib chiqib ketishadi. O yangilik bombastik. Lekin aka men tashqariga ko'rmadim, yo surpriz qilib qo'yibsizmi? Surpriz qilib qo'yganmiz akajon. Hammasini zavod, pachka salondan qilib beramiz. Klientlarimizga o'zimiz ko'rib, tekshirib aka, narxlari bo'yicha ham, birlamchi kredit xizmati bo'yicha ham bonus skidkalarni bonuslarini qilib beramiz aka. Zo'rini qilib beramiz. Любой joydan so'rashadi aka. Oxiriga kelishsin, oxiri. Narx navosi bo'yicha любой joyga ko'rib kelishaversa. любой joy. Javob deyin-da. Javob aka. Vizit tayyorlaysizmi? Vizit tayyorlamayman, lekin narximni o'zi vizit aka. Vizit qabul qilaman-da. Vizit qabul qilaman aka. Yangilik eshitdinglar. Lekin aka dahshat yangilik. Hozir ko'pchilik problem bo'lyapti-ki, ola olmayapmiz, to'lib ketgan shartnoma qolmadi deyishyapti, nimadir deyishyapti. Mijozlarim uchun mana shu konkurensiya narx navosi bo'yicha aka javob aka. Eng arzoni o'sha eng любой joydan so'rab surishtirsa, eng arzon birlamchiga ham bonuslarim ham bor aka. Eng narx navosi bo'yicha ham aka garant aka. Bo'ldi aka, yangilikni eshitdinglar hurmatli kuzatuvchilar. Endi sizlar bilan birgalikda Cobaltlarni ko'ramiz aka. Bo'ldi aka. Ketdingmi? Ketdi. Oho, Abbos aka. Buncha Cobalt deyapsiz, hamma yetadi-ki bu. Butun Qashqadaryo viloyati uchun yetadi aka. Hamma xalq o'ylabsiz-da. Xalq o'yladi aka. Bular adashmasam aka 25 chiqadi. Ya akajon, mashinlarimiz hammasi 2026-yil. Hozir bugun olib ketsam 26 chiqadi. Bugun olib ketsalar, bu yil olib ketsalar 2026-yil aka. Mana o'rtoqlar, 2026-yil hali kelmadi, lekin 26-yil mashina minsanglar bo'ladi. To'g'rimi aka? To'ppa-to'g'ri aka, xuddi shunday. Masla aka, qora deysa qora. Hozircha qoralarimiz 2-3 kun zaddarishkasi bor. Oqlarimiz nalichiga tayyor. Lekin aka, misol uchun mijoz bo'lib kelib, klient bo'lib kelsa, qorani ham sirazi qilib beraman aka. Birdan qilib berasiz. Qilib beraman aka. Ko'rib turganlaringizdek, rangini farqi yo'q aka. Farqi yo'q. Qilib beraveramiz aka. Qo'shimcha aka, trading mana ko'pchilik o'ylaydi, eski mashinani sotsam. Yo'q, bizga kelishsa aka, mashinani sotib olaman aka. Mashinani o'sha raznica hisob-kitobini qilib, shuni qo'yaman. Mashinlardan bir so'm non yemaymiz aka. Shuni sotamiz aka, mashinani mana xohlasalar birlamchi, xohlasalar naqd qilib beraveramiz bonuslari bilan aka. Haydalgan mashina olib kelsalar sizga, uni salondan deylik, mana shu mashinani shtirish nomlariga o'tkazib berasiz, o'zlari mashina olib qolasiz. Yana qanday qulaylik kerak, jigarlar sizlarga. Qanday qulaylik bo'lsa qilib beraveramiz. Hammasini qilib beramiz. Buni endi aka eng qiziqtirayotgan, so'ralayotgan savollardan boshlanish to'lovi qancha, oylik to'lovi qancha vaqtga nomi o'tadi? O'shanisini bitta aytib bersangiz. Hujjatlashtirish jarayoni birlamchi asosiy bo'ladigan bo'lsa, 2 soat vaqtimiz ketadi aka. Salon bankdan qilib beramiz aka. Boshlanish to'lovi aka 60 million so'mga chexol, polik, polni bak benzin, polni moyka tekin aka. Ichi. Bonusini ichi. Xuddi shunday. 60 million puli bilan bemalol narx navosini solishtirib kelishaversin aka. Yangi mashina olasizlar 60 millionga. Chexol polik yangi olasizlar, polni bak benzin olasizlar, moyka qilib berasiz. Yana nima kerak? Oylik to'lov qanchadan chiqadi? Oylik to'lov 3 million 500 ming so'mdan chiqadi aka. 5 yil. 5 yilga. Xohlasalar 3 yil, xohlasalar 4 yil aka qilib beraveramiz. Foizlari qanday bo'ladi? Foizlari 27%, agar ish haqqi bo'lsa agar 25% dan qilib beramiz aka. 25% dan ish haqqi bo'lsa. Ish haqqi bo'lsa, xuddi shunday aka. Mana qulaylikni bombasi sizlarga. Xullas o'rtoqlar, ko'rib turganlaringizdek, yangilikni bu hali boshlanishi, xudo xolasa sizlar uchun yanada bundan ham zo'r yangiliklar qilishga davom etamiz. Keyingi videolarimizga nima mashina kerak, qanaqa xizmat bo'lsa, bemalol kommentariy yozib qoldirsanglar bo'ladi. Aytgancha podpisatsiya qilish esdan chiqmasin. Keyingi videolarda ko'rishguncha goodbye.